Bu O'zbekistondagi Euro 2 apparat so'nggi DX210 modeli. Bundan boshqa kelmaydi. Afsus. Nimaga oxirgisini deyotganimni videoni oxirigacha ko'ringlar, shunda bilib olasizlar. Bu Euro 2 apparat 6 silindrli 164 ot kuchiga ega dvigatel. Kovshining hajmi 1.17 kubatura, maksimal qazish radiusi 10 metrni tashkil qiladi. Undan tashqari maksimal qazish chuqurligi 6 metrgacha yetadi. Ekskavatorimiz komfort kabinaga ega, konditsioner pechkasi hamda sensorli monitori mavjud. Undan tashqari ekskavatorimizda EPOS sistemasi mavjud bo'lib, u ekskavatorning quvvatini, yoqilg'i sarfini nazorat qilib boradi. Ekskavatorimizning gidronasosi 231 litr minutiga gidravlikani haydab beradi. Undan tashqari o'zini podkachka to'pliva, ya'ni yoqilg'i tortish nasosi mavjud. Undan tashqari bu ekskavatorimizning umumiy yoqilg'i bakini hajmi 350 litr tashkil qiladi. Bu degani bitta yoqilg'i zapravkasi bilan ancha muddat ishlaydi. Devlon 210 tali ekskavatorlarimiz aprel oyidan boshlab Euro 2 apparat emas, balki Euro 3 injektor bo'lib keladi. Kimga uchundir bu yaxshi, kim uchundir yomon. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, biz uchun juda muhim.